Nega jinsiy aloqadan so'ng sistit qo'zg'aladi? Sizda ham jinsiy aloqadan so'ng peshob vaqtida achishish kuzatilyaptimi? Ayollarning 80% hayoti davomida bir marta bo'lsa ham sistit bilan kasallanadi. Aynan jinsiy aloqa sistitning qo'zg'alishiga asosiy sabablardan biri ekanligini bilasizmi? Unda savol, nega jinsiy aloqadan so'ng aynan sistit boshlanadi? Jinsiy aloqa vaqtida qindagi barcha bakteriya va mikrofloraning barchasi siydik yo'liga harakat qiladi. Siydik qopiga tushgan barcha bakteriyalar u yerda yallig'lanish chaqiradi va sistitni sizda hosil qiladi. Bunday holatni oldini olish uchun shaxsiy gigienaga amal qilish, jinsiy aloqadan so'ng darhol kichik hojatga, peshobga borish, aseptik gigiyenik vositalardan foydalanish va ko'p suyuqlik ichish tavsiya etiladi. Sizga yana ayollar sog'lig'i bo'yicha shunday faktlar kerakmi? Sahifamga obuna bo'ling.